Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve teala'ga hamd ve sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Musibatdagi sunnatlar va bid'atlar haqida tushuntiryapmiz jamoatimizga. Musibat haqida. Biz shu paytgacha har bir odam musibatlanishi haqida o'tdik. Masalan, to'g'rimi? Har bir odamga Alloh taolo musibat jo'natishi haqida o'tdik. Dalili Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taoloning oyat karimasi va bashshiris sobirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahmah va ulaika humul muhtadun. Undan shu oyatdan avvalgi oyatlarni ham o'tdik. Undan avvalgisi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ degan oyatni ham o'tdik. O oldingi darsda eslasanglar, haligi nimani ham o'tdik. Musibatlar necha tur bo'lishi, qanday bo'lishi, odamlarning ahvoli qanday bo'lishi degan narsani ham o'tdik. Bu hammamizga juda zarur, muhim bo'lgan masala-da. Hamma uyda shunday narsa bo'lib qolishi mumkin. Hozir davom ettirib ketadiganimiz oyat karimada siz bilan menga ko'p odat bo'lib qolgan bu narsa. Musibatda eshitsak inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb qo'yamiz, bo'ldi. Shuni nimaligini birinchi tushunib olishimiz kerak. Qayerda aytilishini tushunib olishimiz kerak. Kimga aytilishini tushunib olishimiz kerak. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb aytib qo'yaveramiz. U nima degani? Qavluhu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh subhanahu va taoloni biz Alloh taolonikimiz va Alloh taologa qaytamiz degan Baqara surasidagi oyat karimasi. Va zalika lima jaa fi qawlihi ta'ala allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu Alloh subhanahu va taoloning quyidagi oyatda kelyaptiki, ularga qachon musibat yetadigan bo'lsa, ular aytishadi deyapti. Demak, aytishimiz kerak ekan. Aytyapmiz-u, aytishimiz kerak ekan, aytyapmiz ham. Biz Alloh taolonikimiz va Alloh taologa qaytamiz degan. Valahu an yazid. Ana endi buni qo'shimchasi bor deyapti, ziyodasi bor. Ko'pchiligimiz mana shu qo'shimchasida ayta olmaymiz. Allohumma ajirni fi musibati va xuluf li khayran minha. Ey Robbim, menga mana shu musibatimda ham ajr ber deyapmiz. Bu inson shunday ziyodasini qo'shib qo'ysinki, an yazid Allohumma ajirni fi musibati va xuluf li khayran minha. Ey Robbim, shu musibatimni ichida ham men musibatdan ham nima deyapti? Ajrlar bilan, savoblar bilan chiqay deyapti. Bizi tilda aytganda krizisda ham boyib ketay deyapti-da. O'zi krizis bo'lyapti. Shuni ichida men yaqinda o'qidim. O'tgan haftada bir yerdan o'qib qoldim. Krizisda qancha ham yangi millioner paydo bo'ldi dunyoda. Krizisdan foyda bilan chiqib ketyapti ekan. Bo'ldi, endi hamma bankrot bo'ldi, hamma teskari ketdi, endi biz ham bo'lganimiz shu deb orqaga qolmasdan qandaydir yo'llarni qilib shu krizisning ichidan ham foydaman chiqyapti. Demak, siz bilan men musibatning ichidan ham savoblar bilan chiqsak bo'ladi. Tushunarlimi? Musibat ana sunnatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey Robbim, menga bundan ko'ra yaxshirog'ini bergin. Endi meni hayotimni yaxshilikka almashtirib bergin degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlari bor ekan. لما جاء من حديث سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت bu Salama roziyallohu anhoni aytilayotgan mana bu so'zdagi, ya'ni hozirgi so'zga Salama roziyallohu anhoni hadislari misol qilinadi deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kimgaki musibat yetadigan bo'lsa, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb aytsin. Ey Robbim, menga bundan ko'ra yaxshisini almashtirib bergin deb aytsin degan so'zini eshitdim. Va hadisning oxirida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam albatta Alloh taolo shu bandasiga yaxshisini almashtirib beradi degan joyini ham eshitdim. Qolat falamma tufiya Abu Salama dunyodan o'tgandan keyin qultu, men aytdim deyapti Salama roziyallohu anhu. Men aytdim o'zimga deyapti. وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. Bu Abu Salamadan ko'ra kim yaxshi bo'lishi mumkin edi? Endi eng yaxshisi bo'lsa Abu Salamaday bo'ladi. Boshqa kim bo'ladi undan yaxshisi deb o'zimcha o'ylandim. Shu hadisni eshitib deyapti.
Hadisda aytilyaptiki, menga bundan ko'ra yaxshiligini ber. Menga bundan ko'ra yaxshiligini ber deb aytilyapti. Lekin Ummu Salama onamiz aytayaptilarki, endi Abu Salamadan kim yaxshi? Undan yaxshisi kelarmidi deb o'ylab qoldim. So'ngra sahaba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam summa azama ala ya'ni bular o'rtasida suhbat bo'ldi deyapti. Azma qaror qilindi. Famal khalaf qalat fatazawwajtu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va man khayrun min Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Men shu narsani o'ylab turdim. Keyin qanday bo'ladikin deb o'yladim. Abu Salamadan ham yaxshisi bo'ladimi endi deb ham o'yladim. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir xabar bo'ldi, savchilik bo'ldi. Men payg'ambarimizga turmushga chiqdim deyapti. Abu Salama yaxshimi, payg'ambarimiz yaxshimi? Ha? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana ko'rdingizmi, sunnatga amal qildi. Ey Robbim, menga bundan ko'ra yaxshirog'ini ber dedi. Musibat boshlanganda menga shunday sinov keldi, Robbim, endi buni orqasidan menga yaxshilik ber. Yaqinroq narsasi olib qo'yilsa, bundan zo'rini menga o'zing almashtirib ber. Alloh taolo oladi, Alloh taolo beradi. Undan keyingisi أن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ولهذا فهي مليئة بالمصائب والأكدار والأحزان كما قال تعالى ولنبلونكم. Biz buni sharhlagan ekanmiz. Yana qisqartirib tarjimasini aytib qo'yaman. Bilsinki, har bir inson bu dunyoni Alloh subhanahu va taolo sinov uchun yaratgan. Albatta bu dunyoda har xil o'yin kishiga musibatlar yetishligi mumkin deyapti. Undan keyingisi تذكر أن العبد وأهله وماله لله عز وجل فله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. Bu ham hadisda keladi. Har bir banda bilib qo'ysinki, albatta o'zi, ahli, ya'ni ayol farzandlari, mol mulki bu Alloh taoloniki. Hamma narsa Alloh taoloniki. Va Alloh subhanahu va taolo nimani berishini o'zi biladi. Alloh taolo xohlagan narsasini beradi, Alloh taolo xohlagan narsasini oladi va Alloh taoloning huzurida har bir narsa ajal bilan belgilab qo'yilgan deyapti. Bir narsani ajali yetdimi? Tamom. O'sha joyda bo'ladi. Biz buni sharhlab o'tdik-a. Biroq boy bo'lib yashab yurgis kelaveradi, balki bir kun boyligi yo'q bo'lib qoladi. Biroz sog' bo'lib yashagis kelaveradi, bir kun sog'ligi yo'q bo'lib qoladi. Ba'zi bir inson mansabda turavergis keladi, lekin Alloh taolo olib qo'yadi. Ba'zi bir inson faqirlikda, kambag'allikda, qiyinchilikda qiylanadi, lekin uni ham Alloh taolo almashtirib qo'yadi. Dunyoda bunday tushunishimiz kerak-da. Tilkal ayyam nudawiluha degan Alloh taolo shu bu kunlar almashtiramiz, aylantiramiz, o'zgartiramiz deyapti. Bu kunlar. Hozir qaranglar o'zinglar. Qancha hayotingizda o'zgarish bo'ldi. Hayotingizda qancha o'zgarish bo'ldi? Masalan, mashina yo'q edi, mashina bo'lib qoldi. Ana u narsa yo'q edi, unisi bo'lib qoldi. Bunisi yo'q edi, bunisi bo'lib qoldi. Sizlardan ko'ra qancha qiynalib yashayotgan odamlar hayotda to'lib yotibdi. Sizlardan ko'ra qiynalib yashayotgan odamlar hayotda to'lib yotibdi. Demak, bu hayot nima bo'ladi deyapti? Almashtiradi. Kimga beradi? Qanday qilib beradi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Qur'oni Karimda la yusalu amma yaf'al va hum yusalun. Alloh taolo bularni so'raydi, ammo bandalarini Alloh taolo so'raydi. Alloh taolo o'zini esa hech kim so'ramaydi. Alloh taolo qilayotgan ishlardan so'ralmaydi degan oyati karima bor. وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. Bunga bir qissa keltirsa kerak bu muallif. Mol mulk, qarindosh urug', aka-uka, farzand, ahli oila bular sizda turgan omonat hisobidagi narsalardir. Bir kun kelib omonatni egasiga qaytarish kerak bo'ladi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis bor. Bir sahobani farzandi og'riydi-da. Og'rib qoladi, qattiq og'riydi, ahvoli qanday deb ayolidan so'raydi. So'ragandan keyin bir kuni aytadiki, farzandimiz ahvoli juda zo'r holatda deydi. Zo'r holatda deydi. Keyin erini nima qiladi? Ya'ni eri bilan birga jimo bo'ladi qisqasi. Jimo bo'lib nihoyasiga yetganidan so'ng bu kishi nima qiladi? Ayoli eriga aytadi. Nima deb o'ylaysiz? Qo'shnimizdan biz bir narsani omonatni olsak, shu omonatni qaytarib berish kerakmi, yo'qmi deydi. Deganda omonatni qaytarib berish kerak deydi. Shunda u kishi ayoli aytadiki, Alloh taolo ham sizga bir farzandni omonat qilib beruvdi, qaytarib oldi omonatni dedi. Omonatini Alloh taolo qaytarib oldi deganda, sen qanaqa ayolsan, nimaga unday qilasan? Seni ya'ni uyingda musibat bo'lib tursa, bu qilgan muomalangni nima degan gap bu? Men seni deydi payg'ambarimizga aytaman deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib aytadi. Aytganda nima deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? Barakallohu fi laylatikuma.
Shu bugungi kechaga Alloh taolo baraka bergan bo'lsin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qiladi. Undan keyin farzand tug'ilib, qorilar, olimlar o'sha yerda ancha dinga xizmat qilayotgan odamlar chiqqan. Ya'ni nima demoqchi bu yerda? Har bir inson, ayniqsa erkak kishi bilib qo'ysinki, unga berilgan narsalar uniki emas. Ahli ayolidir, pul, mashina, boshqa bir narsalar Alloh taolo xohlagan paytda olib qo'yishi mumkin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir degan oyat karima. Ey malikal mulk degani podshohlarning podshosi. Xohlaganni aziz qilasan, xohlaganni xor qilasan deyapti Alloh taolo. Yani o'zi haqida. Xohlagan bandangga boylik berasan, xohlagan bandangdan tanzi'u degan sug'urib olasan deyapti. Olib qo'yasan demayapti, qanday deyapti? Sug'urib olasan deyapti. Alloh taolo xohlaganiga beradi, xohlaganiga oladi. Hozir ko'rdinglar-da shunday odamlar, to'g'rimi? Qanchasiga berildi, qanchasidan olindi. Demak, Alloh taolo beradi, Alloh taolo oladi. Har bir narsa Alloh taoloning huzurida belgilangan ajal bilandir degan narsa siz bilan meni e'tiqodimda bo'lishligi kerak ekan. Undan keyingisi al-isti'anatu alal musibati bis solati. Qala ta'ala vasta'inu bis sabri was sala. Bu ham hozirgi paytda bizda o'lib borayotgan, kamay borayotgan sunnatlardan biri. Isti'anatu bis solati alal musibati. Musibat yetgan paytda Alloh subhanahu va taolodan namoz o'qib yordam tilashlik degan narsa deyapti. Qur'on karimda Alloh subhanahu va taolo vasta'inu bis sabri was sala, Alloh subhanahu va taolodan sabr hamda namoz orqali yordam so'ranglar, yordam tilanglar. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sendangina sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz degani. Hadisda keladi: "Iza faza'ahu shay'un, iza hazabahu amrun, fazi'a ila solah." Bir-biriga o'xshash so'zlar ekan. Payg'ambarga biror bir ish to'satdan bir kelib qoladigan bo'lsa, darrov namozga shoshil degan hadis bor. Darrov tanishga shoshildi emas, "Ali, yomon bo'lyapti bu yo'q, nima bor-yu, g'ayib to'sgan uni." Bor-yu, kichkina ishda ila solah deyapti. Ila solah, namozga shoshil deyapti. Biror bir ish bo'lishligi bilan sunnat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sunnat, darrov namozga shoshilamiz ekan. Biz hozir musibatdagi sunnat bilan bid'atlarni aytyapmiz. Musibat yetdi. Musibat yetdi. Endi orqaga qaytib bo'lmaydi. Bo'lar ish bo'ldi. Shu yerda namoz o'qigan odam men hali ko'rib eshitmadim-da. Masalan, avariya bo'lib ketdi, bir odam. Tirik qoldi, omonlikda bir narsalar bo'ldi. Darrov yo'lda chekasiga o'tib ekan namoz o'qigan uyatadi biznikilar. Uyiga kelib bo'lsa ham namoz o'qish kerak bo'lsa, undan ham uyatadi. Yaqin bitta ham odam o'tib ketgan bo'lsa, namoz o'qishga uyatadi. Xuddi bu qattiq yig'lab, hamma yo'q bir narsalar qilib turib, xuddi bu hamma narsani qaytarib oladiganday. Musibat yetdimi? Yetdi. Endi shu musibat ichidan bu savob bilan chiqish kerak bo'ladi, boshqa narsa emas. Musibatning ichidan bu odam savob bilan chiqish kerak bo'ladi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sunnat bo'lyaptiki, musibat yetgandan keyin mana bu yerda hadis bor ekan, vaqt kana nabiy sollallohu alayhi vasallam iza hazabahu amrun salla va mana hazaba ay nazala. Payg'ambarga biror bir ish nozil bo'lsa, tushsa, bir holat o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, darrov payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muhim ish bo'ladigan bo'lsa, zarur ish bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qir edilar. G'am tashvish, qiyinchilik keladigan bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qir edilar degan hadis. Va hada halul mu'mini sodiq. Haqiqiy sodiq mo'min insonni, musulmonni sifati shunday bo'ladi deyapti. Namozga shoshiladi, boshqa narsaga emas. Bir nima yetadigan bo'lsa, rukuda, sajdada yotladinglar shekilli hadis. Aqrabu ma yakunul abdu. Davom qanday bo'ladi? Aqrabu ma yakunul abdu min robbihi. Tarjimasi-chi? Qanday? Banda bilan Alloh taoloning eng yaqin joyi bu sajdaga. Mana aytyapmiz. Biz ya'ni xatolarimizni tushunib yetyapmiz-da. Masalan, ko'p eshitganligimiz yoki ba'zi narsalar yodlab olgan bo'lsa ham, biz uni ma'nosini mayda his qilmayapmiz, xolos. Hozir aylantirib 2 necha desa 4 bo'ladi, bor yo'g'i. Ya'ni Alloh bilan banda eng yaqin sajdada bo'ladi ekan. Musibatga yetganda bandasiga suyanmay Allohga suyanish kerak bo'lsa agar, bu kishi ikki rakat namoz o'qish kerak. Dalil aqrabu ma yakunul abdu min robbihi va huwa sajid.
Alloh bilan bandaning oralig'ida eng yaqin bo'ladigan o'rni u sajda qilib turgan o'rni deyapti. Faqat biz unga nima qilmaymiz? Amal qilmaymiz-da. Mo'min, haqiqiy sodiq mo'min bo'ladigan bo'lsa, iymoni mustahkam bo'lsa, bu inson darrov payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga qaytadi va namoz o'qishlikka kirishadi deyapti. Allazi la yaxturu ala qalb fi vaqtil al-mihani va shadaid. Ba'zi bir insonlar qalbiga bunday narsa sig'maydi ham deyapti. Naborot deyapti. Ba'zi bir odam hatto musibat kelsa namoz umuman kallasini ko'tarilib ketadi. Aql yetmay qoladi deyapti. O'zi musibat yetganda birinchi namoz o'qish kerak bo'ladi ekan. Ba'zi odamlarchi umuman hozir aytganimizdek xuddi hamma musibat shunga yetdi bo'ldi. Endi hech narsa qilmash kerak deydi. Bir kishining masalasida eshitdim. Mashina avariya bo'lib, ayoli 5 tami farzand o'tib ketadi. Bitta avariyada. Katta o'g'il rolda bo'ladi, mashina avariya bo'lib aylanib ketadi. Ayoli va 5 ta farzand. O'sha yurtdagina katta-katta domlalar borib bir ziyorat qilib qo'yaylik. Bitta odam o'lishi mumkin, bir oiladan 2 ta odam o'lishi mumkin. 6 tasini yo'qotyapti. Ahli ayolini shuncha yil yashagan. 5 ta bolasi yo'qolyapti. Borib bunga bir musibatga sabr tilab qo'yaylik, ta'ziya bildirib qo'yaylik degan maqsadda eshigini ming hijolat bo'lib borib taqillatib, haligi uyga kiraylik deb uyga kirsak, kelinglar. Deb so'z boshlaymiz desak, ko'rmaysizmi Alloh taoloning bergan shunday ekan, hech xafagarchiligim yo'q, hech qanday muammoim yo'q, sabr qilamiz, inshaalloh sabr qilamiz deb bularga u kishi o'zi nima bildirayotgan ekan. 5 tasini farzand, bitta oila. Ya'ni 5 ta farzand, bir ayol. Ahli ayoli bilan 5 ta farzandini yo'qotgan odam bularga nima bildiryapti? Sabr qilamiz, sabr qilamiz. Allohning bergani, Alloh taoloning olgani deyapti ekan. Bizda bittasini yo'qotib qo'ysa nima ahvolga tushadi? O'zi, qo'shnisi, qarindoshlar yana bir narsa, hali o'tgan safar aytilganday yig'laydigan odamlarda ham topib keladiganlar bor ekan hozir shu kunda ham. Arendaga yig'lab beradigan, prokatga baqirib beradigan odamlar. Ikkinchisi qo'polroq ekan. إلا تذكر الله عز وجل لأنه الذي بيده مفاتيح الفرج. Demak inson qanday holat bo'lsa ham, musibat bo'lsa ham Allohni esdan chiqarmay turadi. Xursandchilik bo'lsa ham Alloh taoloni esdan chiqarmay turadi va biladiki Alloh subhanahu va taolo yengilliklarni kaliti Alloh subhanahu va taoloning qo'lidaligini biladi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinyaptiki, bi vafati ahad ikhwanihi, sizni birodarlaringiz, aka-ukalaringizdan, ya'ni o'zingiz bir tug'ishgan aka-ukalaringizdan bittasi o'tdi degan so'z aytildi. Shunda 2 rakat namoz o'qidi va uzoq o'qidi. Ruku sajdalarni uzoq qildi, undan keyin yana o'tirdi. So'ngra quyidagi oyatni o'qidi: "Vasta'inu bis-sabri was-sola." Sizlar namoz hamda sabr bilan yordam tilanglar degan oyat karimani o'qib qo'ydi deyapti. Yanadagi eshitib turgan odamlar. Mana qarang, biz hozir aytdik shu narsani. Musibat bo'lsa akasi o'tibdi, dadasi, ukasi o'tibdi, onasi, farzandi o'tibdi, unday desa, ko'rganmisizlar, kirib nima qilyapti ekan? Birinchi men keldim, hozir eshitdik shu xabar desa, hozir tahorat qilgan o'tib ketdi, 2 rakat namoz o'qib olay deyapti degan odamni ko'rganmisizlar? Eshitganmisizlar? Ha? Bormi shunday odam? Baqirishni boshlaydi darrov. Yana o'zini yo'qotadi. Ibn Abbosga shunday aytilganda, u kishi darrov 2 rakat namoz o'qidi deb aytilyapti. Undan keyingisi, musibat yetgan inson sabr qilishiga qarab turib, Alloh subhanahu va taolo ajrlarini beradi. Dalili uzun oyatlar ko'p keltiribdi. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Qiyomat kunida jannatga kirganlardan keyin sizlar dunyoda sabr qilganliklaring uchun quyidagi joyga kiringlar, ya'ni jannatga kiringlar degan oyati karima. Undan keyingisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, biror bir banda dunyo ahlidan uni yaqinlaridan biror bir inson olib qo'yiladigan bo'lsa, masalan farzandi bo'lsin, aka-ukasi bo'lsin, bunga yaqin odamlardan bittasini olib qo'yadigan bo'lsa, so'ngra ichida sabr qilsa shu odam, shu meni yaqinimidi, akam, ukam, onam, ya'ni kim bo'lsa ham eng yaqin odamimdi, lekin Alloh taolo shuni menga taqdir qilgan ekan, endi men bunga sabr qilaman deb sabr qiladigan bo'lsa, Allohdan ajrni niyat qilib sabr qiladigan bo'lsa, endi baribir iloji yo'q demasdan Alloh taoloni ajrni niyat qilib sabr qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bunga albatta ajr beradi. Sabr qildi deganini beradi ekan. Sabrliklardan degan maqomni beradi. Bilasizlar, Alloh ma'as sobirin, sabr qilgan Alloh taolo bilan birga bo'ladi va Alloh subhanahu va taolo sabr qilganlarga chegarasiz savoblarni yozib beradi.
Undan keyingisi as-sabirun yuwaffawna ajrahum bighayri hisab, buni tushuntirdik. Undan keyingisi ma'iyatullohi lis-sabirin, Alloh subhanahu va taolo sabr qilguvchilar bilan birga bo'ladi. Buni ham biz tushuntirib berdik. Undan keyingisi muhabbatullohi lis-sabirin, Alloh subhanahu va taolo sabr qilgan insonlarga muhabbatini qiladi. Ya'ni Alloh taolo sabrlilarni yaxshi ko'radi. Sabrli bandalarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Vallohu yuhibbus sabirin degan oyati karima Ali Imron surasining 146-oyatiga ko'ra. Endi buncha narsani ayta olasiz, ammo o'sha paytda qilish qiyin bo'lib qoladi. Shuncha narsani ayta olasiz, o'sha paytda qilishlik qiyin bo'lib qoladi. O'sha o'zining joyida qilishlik qiyin. Undan keyingisi 5-inchisi takfiru sayyiati liman sabara ala musibatin ala ma yusibuhu fi hali dunya. Dunyoda turib musibat yetgan inson musibatida sabr qilib beradigan bo'lsa, Alloh taolo kabira va sag'ira bo'lgan gunohlarni kechiradi inshaalloh deyapti. Katta kichik gunohlarni kechirilishligiga sababchi bo'ladi ekan, musibat yetgan paytda odam sabr qiladigan bo'lsa, gunohlar kechiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda aytibdilarki, buni sizlar yodlagan hadis keltiribdi-yu. Qaysi edi bu? Qani bu yerda savob? Ha, o'sha hadis. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzin wala adha hatta shawkatu yushaykuha illa kafarallohu biha min khatayahu. Nasab charchashlik, al-wasab kasal bo'lishlik, balki davomiy xronический deydimi, muzmin deydi arabchasiga. Bitta odam tuzalmaslik, masalan, tuzalmay ketadigan kasallik. Demak, oxirida nima deyapti desa, shunday musibatlar yetgan insonga Alloh subhanahu va taolo illa kaffarallohu biha min khotoyahu degan, Alloh subhanahu va taolo buni gunohlariga kafforat qiladi. Nimani kafforat qiladi desa, sabrni kafforat qiladi. Bu sabr qilibdi. Ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala huzin hatta shawkata yushaykuha. O'sha hamma hozir aytilgan narsalarning hammasini oxirida Alloh taolo buni gunohlariga kafforat qiladi deyapti. Undan keyingisi vaqola sallallohu alayhi vasallam va ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Bir mu'min yoki mu'minaga, ya'ni erkak ayolga har xil sinovlar keldi. O'zida, farzandida, bola chaqasida, mol dunyosida, hatto Alloh taoloning huzuriga borganda hech qanday gunohsiz Alloh taolo bilan ko'rishadi deyapti. Yo o'zi, yo farzandlari, yo ahli oilasi, yo mol mulkida sinalayotgan bo'lsa, Allohning huzuriga borganda bu gunohsiz qoldi degan so'zga yetib boradi ekan. 6-inchisi husulu salavati va rahmati val hidayah. Alloh taoloning salovat salomlari, rahmatlari, hidoyatlari mana bu insonga bo'ladi. Oyatga ko'ra ulayka alayhim salavatun min robbihim va rahma. Ulayka alayhim salavatun min robbihim deb Robbidan bo'lgan salovatlari va Alloh taolodan bo'lgan rahmatlar o'sha bandasiga bo'ladi degan oyatning davomida o'zi turibdi. Ulayka humul muhtadun, ana ular hidoyat topgan insonlar safida bo'ladi deyapti. Undan keyingisi rafu manzilatil musab. Musibatlangan insonning manzilasi, darajasini Alloh taolo ko'tarib tashlaydi. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, innal abda idza sabaqat lahu minallohi, Alloh subhanahu va taolodan bir narsa, masalan, u insonga keladigan bo'lsa, jasadida, mol mulkida, farzandlarida yoki boshqa narsalarda so'ngra sabr qiladigan bo'lsa, u Alloh subhanahu va taolo mana bu qilgan sabri uchun darajalarni ko'tarib yuboradi deyapti. Allohu alam. Shu yerda tugaydi ekan, bir bob shu yerda tugaydi ekan.